Mana bu samolyotga qarab ketayotgan odamlarni ko'ryapsizmi? Ular Anapadan dam olishdan qaytib, Sankt-Peterburgga uchmoqdalar. 40 daqiqadan keyin ularning barchasi halok bo'ladi. 160 yo'lovchi va samolyot ekipajidan 10 kishi. Bu noyob kadrlar 2006-yil 22-avgustda suratga olingan. Va biz ularni hozir faqat bitta sababga ko'ra ko'ryapmiz. Ularni qo'shni samolyotda uchgan odam suratga olgan. Operator Moskvaga uchib ketdi va bu videoda Sankt-Peterburgga uchish haqida gap ketmoqda. Biroz orqaga qaytib, bu odamga va uning hamrohiga qaraymiz. Kadrda Sergey Solovyev va yonida Marina Ballo. Ular deyarli bir xil fuqarolik nigohida yashagan edilar. Bu ta'tildan keyin to'y qilishni xohlashgan. Ularning yuzlari va ma'lumotlarini shu reysda halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangan sayt orqali bilish mumkin. Mana u. Bu yerda o'sha kuni halok bo'lgan odamlarning ko'plab fotosuratlari va hikoyalari bor. Aziz buvim, u yerda qanday yashayapsizlar? Itlar qanday? Biz Indinga janubga jo'nab ketamiz. Bu aviahalokatlik shaxsan men uchun eng esda qolarli bo'ldi. Nima uchun ekanligini bilmayman. Balki odamlarning hayotining so'nggi daqiqalarini aks ettirgan kabinadan audio yozuv tufayli. Uni saqlanib qolgan samolyot qora qutisi yozib olgan edi. Siz uni biroz keyinroq eshitasiz. Men o'sha kunni aniq eslayman. 2006-yil 22-avgust. Tu-154 samolyoti. Bort raqami RA 85185. 612-reys. Anapa Sankt-Peterburg yo'nalishi. Samolyot Donetsk viloyatida Suxaya Balka qishlog'i yonida qulab tushgan. Ertasiga gazetalardagi muqovalarni va hech qachon unutilmaydigan sarlavhani eslayman. Suxaya Balka ko'z yoshlaridan ho'l bo'ldi. 19 yil o'tdi va men gazetani topa olmadim. Lekin Moskovskiy Komsomolets gazetasi arxividan shu sarlavhani saqlab qolgan maqolani topish mumkin. Bu aviahalokatdan keyin menga samolyotlar bilan bog'liq dahshatli tushlar kela boshladi. Bundan keyin men internetning arxivlarini qidirib, bu hodisa bo'yicha har qanday ma'lumotlarni izlay boshladim. Men tergovning materiallarini, parvoz parametrlarining grafiklarini, halokat joyidagi qurbonlarning senzurasiz fotosuratlarini ko'rdim va hatto qora qutining yozuvini topib tingladim. Ko'rganlarim va eshitganlarim meni shunchalik hayratda qoldirdiki, oddiy Windows Movie Maker video montaj dasturi yordamida qora qutining deshifrini subtitrlar shaklida parvozning rekonstruksiyasiga qo'yib, internetga joyladim. Bu taxminan 2010-yilda sodir bo'ldi. Mana bu kadrlar. Keyinchalik kanalni o'chirdim. Lekin kimdir videoni saqlab, internetga qayta yukladi. Va mana, ko'p yillar o'tib, mana yana bu mavzuga qaytmoqdaman. 2006-yil 12-avgust. Palkov aviakompaniyasining 85185 bort raqamli samolyoti Anapadan Sankt-Peterburgga uchib ketadi. Uchuvchi komandiri Korodin Ivan Ivanovich tajribali uchuvchi. Umumiy uchish vaqti 12000 soat. Tu-154 uchish 5900 soat. Ikkinchi uchuvchi esa Vladimir Anischenko. Andrey Xadnevich stajyor uchuvchi. Bortga 160 yo'lovchi va shu jumladan 45 bola ko'tarildi. Soat 14:04 da Moskva vaqti bo'yicha Tu-154 uchish-qo'nish yo'lagidan ko'tarildi. Hammasi normal ketmoqda. Kabinada ish va mukofotlar haqida oddiy suhbat ketmoqda. Senga yoqilg'i tejash uchun pul to'laydilarmi? To'lashni boshladilar. 2 oy to'lamagan edilar. Qarab tur, to'lashsin. Biz uchun bu hech narsani anglatmaydi. Lekin gap yoqilg'i tejash uchun mukofotlar haqida ketmoqda. Aslida aynan shu halokatning asosiy sabablaridan biriga aylanadi. Uchishdan 20 daqiqa o'tgach, bort dispetcherning turk samolyoti bilan suhbatini eshitishadi. U orqaga o'girilib, Anapa aeroportiga qaytmoqda. Dispetcher ularni oldindan kuchli bo'ronli front va ekstremal ob-havo sharoitlari haqida ogohlantiradi. Tu-154 komandiri Anapa aeroportiga qaytmaslikka qaror qiladi. Bundan tashqari, u bo'ronli frontning yonida aylanib o'tish o'rniga ustidan sakrab o'tishga qaror qiladi. Bu qaror 10 daqiqa oldin gaplashgan narsa bilan tushuntiriladi. Frontning yonida aylanib o'tish yuqoridan sakrab o'tishdan ko'ra ko'proq yoqilg'i sarflashi mumkin. Tejalgan yoqilg'i bu maoshga qo'shimcha mukofot. Va bu qaror halokatning puzzle detallaridan biriga aylandi. 11 kilometr balandlikda bo'shlig'i yo'q va yana balandroq ko'tarilishga harakat qilish haqida qaror qabul qilinadi.
Samolyotning vazni va xarakteristikalari 12 kilometr balandlik chegarasiga yo'l qo'yardi. Samolyot kapitani deyarli maksimal bo'lgan bu balandlikka ko'tarildi. Shu vaqtda samolyot bo'ronli frontning o'zagiga uchib chiqadi. Vaziyatni do'l yomonlashtiradi. Samolyot kuchli turbulentlikka tushadi va sekundiga 7 metrga yetadigan tezlikdagi havo ko'tarilishlari va tashlashlari hodisasiga duchor bo'ladi. Ya'ni samolyot bir vaqtning o'zida bir necha 10 metrlarga havoga tashlanishi mumkin. Ortiqcha yuklamalar va turbulentlik tufayli bu hodisa sezilmasligi va kuchli terbanish sifatida tavsiflanishi mumkin. Muz qaytish tizimining yoqilishi, katta balandlik, samolyot vazni. Havo ko'tarishlari tufayli uning tezligi pasaya boshladi. Ortiqcha yuklamalar biroz pastroq bo'lganda, laynerni balandlikdan tushayotgandek illyuziya paydo bo'ldi va shuning uchun komandir samolyotni xavfli hujum burchagiga chiqarib, shturvalni o'ziga tortadi. Tashvishli vaziyat. Shturvalni qo'llar bilan ushlash tufayli samolyot tebrana boshladi. Beqaror bo'lib, tezlikni yo'qota boshladi. Bu tebranish vaqtida layner burni goh pastga, goh yuqoriga qarayotganida navbatdagi havo ko'tarilishi sodir bo'ladi. Samolyot keskin yana 400 metr yuqoriga, o'zining ruxsat etilgan balandligidan yuqoriga tashlanadi. Burni ko'tarilgan va kritik hujum burchaklaridan oshgan holda. Ko'taruvchi kuch butunlay yo'qoladi. Dvigatellar o'zgargan havo oqimi tufayli bo'g'iladi. Aviatsiyada buning o'zining atamasi bor. Pampaj. Samolyot tekis shtorga tushadi. Bu samolyot uchun kritik vaziyat bo'lib, unda u spiral bo'ylab tusha boshlaydi va shu bilan birga o'z atrofida aylanadi. Bu hech narsa qilish mumkin bo'lmagan nuqta edi. Ekipaj bir muddat kurashga harakat qiladi. Shturvalni o'ziga tortadi. Dvigatellarni maksimal uchish rejimiga o'tkazadi. Uni tekislashga harakat qiladi. Lekin hammasi behuda edi. Soat Moskva vaqti bilan 14:38 da samolyot Donetsk viloyati Suxaya Balka qishlog'i yonida qulab tushadi. Dvigatellarning shovqinidan mahalliy aholining bir qismi eski mobil telefonda kamerani yoqishga va sodir bo'layotgan voqeani yer bilan aloqa qilishdan bir soniya oldin suratga olishga ulguradi. Aviahalokatlik jahon aviatsiyasi tarixidagi 100 ta eng yirik halokat ro'yxatida 53-o'rinni egallaydi. Keyinchalik forumlar va aviatsiyaga bag'ishlangan saytlarning rivojlanishi bilan turli xil ekspertlar deb ataladigan kishilar samolyotni tekis sharoitdan chiqarish mumkin bo'lgan haqida sharhlar qoldira boshladilar. Shturvalni o'zingga emas, balki aksincha, undan ushlab burnini pastga tushirish. Shu tariqa tezlik to'plab samolyotni shtordan chiqarish kerak edi. Internet janglari shunchalik kuchayib ketdiki, 2021-yilda professionallar o'xshash ob-havo sharoitlarida bu vaziyatni Tubruzelitor aviatsiya trenajyorida ta'kidladilar. Xulosa bir xil edi. Tubruzelitorni shtordan chiqarish mumkin emas. Trenajyor sinovlarining batafsil tavsifi shunday edi. Tergov komissiyasining natijalari bo'yicha havo kemasining kapitani Ivan Karadin aybdor deb topildi. Qora qutining yozuvini tinglab, komissiya komandirining ekipaj harakatlari boshqaruvining qoniqarsiz bo'lganiga xulosa qildi. Yuqori darajadagi e'tibor talab qiladigan vaziyatda kabinada chalg'ituvchi mavzularda ko'plab suhbatlar olib borilgan. Vaziyat aniq murakkablashganda 10 o'rindiqdagi stajyor uchuvchini ikkinchi uchuvchiga almashtirmagan. Komissiya xulosasi: havo kemasi komandiri turbulentlikda avtopilotni o'z vaqtida o'chirmagani, asbobli tezlikni ushlab turmagani, samolyotni tebrantirib, uni kritikadan oshgan burchaklarga chiqarib, keyingi qulash bilan halokatning oldini har qanday narxda balandlikni oshirmasdan va tezlikni kuzatib borish orqali olish mumkin edi. Ogohlantirish. Quyida samolyot qora qutisidan olingan asl yozuv berilgan bo'lib, u odamlarning hayotining so'nggi daqiqalarini aks ettiradi. Audio transkripsiya, so'nggi daqiqalar, qichqiriqlar, buyruqlar va oxirgi onlar. Tiene pausa, entender. No want the collection here, they do this. What do you want? Everybody is taking the tablet to your play right. Why is this going to be taken?
Откуда? На первый смотри. Откуда? Я первый. Первый, блядь, не надо. Попас! Бежать, человек, попас! Смотри, куда играется у Кремля! Смотрите, смотрите, смотрите! Тебя! Пока интересно, смотрите! Какой курс сейчас? У нас выйдет. Вова, давай команду. Алло. Ну, не думайте, что у нас тут. Вот скорость какая! Скорость какая! Вот тише. Скорость. Андрюха, продай, захватил ты курс! Выводим! Правильно, запустим, давай! Давай, боремся, ёпта! У нас все работает, генераторы, все! Нет! Делай, да! Давай, там запиши! Запиши! Все нормально! Я не права! Я не видел! Ебать! Стал? Снимай! Да ты что? Волна не пройдет, нет, сюда не дойдет. Самолет упал! Самолет упал! Halokatdan 1 yil o'tib, halokat joyida halok bo'lganlarning familiyalari yozilgan xotira yodgorligi o'rnatildi. Eng so'nggi ommaviy ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yil avgust halokatiga ko'ra, Donetsk viloyati hududida joylashgan yodgorlik butun holda qolmoqda. 19 yil o'tganini va yodgorlik turgan hududdagi vaziyatni hisobga olsak, mahalliy hokimiyatlarga unga qadar ish yo'q va halok bo'lganlarning qarindoshlari o'z hayotlari uchun xavf-xatarsiz u yerga borishlari qiyin. 2025-yil holatida yodgorlik qanday ahvolda ekanligini bilmayman. Internetda hali tirik 85185 bort bilan bir necha video saqlanib qolgan. Bu hayratlanarli. Chunki o'sha davrlarda har bir telefon suratga olishni bilmas edi va bunday videolar tarmoqqa tushmas edi. Ular keyinroq mualliflar qanday samolyotni suratga olganlarini tushunganlaridan keyin paydo bo'ldi. Jamoatchilik xotirasi haqida bilmayman. U vaqt o'tishi bilan so'nadi. Lekin shaxsan mening boshimda va yana ba'zi odamlarning boshida bu voqea abadiy qoladi. Nima uchun ekanligini bilmayman. Bu video 85185 bortga va 2006-yil 22-avgustdagi aviahalokatda halok bo'lganlarga bag'ishlanadi.